Shikastchadan qaysi biri aqlliroq? Hozir buni aniqlaymiz. Utkana sovg'a beramiz. Birinchi savol. Yerdan eng uzoqda joylashgan sayyora qaysi? Mars. Xato. Birinchi savol. O'zbekistonning poytaxti yer. O'zbekistonning poytaxti Toshkent. To'g'ri. Birinchi Brunok. O'zbekistonda jami necha dana qishloq bor? Bilmayman. Faqat Brunok. Ikkinchi savol Nilufara. Demak, Doritos supermarket qaysi shaharda joylashgan? Xorazm viloyati Urganch shaharda. To'g'ri. 2-0. Hammasi chesti. Hammasi chesti. Mani yo'q, sog'lanma. Hammasi chesti. Qani yetdik. Snickers nechanchi yildan beri ishlab chiqariladi? 1947-yildan beri. Xato. Qancha ishlab chiqarildi? Bu yerda yozib qo'yamiz. Keyingi savolimiz. Bahordan keyin qaysi fasl keladi? Yoz. Yoz. To'g'ri, 3-0. Shampunning tarkibini aytib bering biza. Ay, adam mezvasiyasi turibmisiz? Men shun menga onsat savollarni berib, men qiyin savollarni berib. Yo'q, prosta ketma-ket savol. Ketma-ket emas, bunga bering u savolni, bilaman ekan. Keyingi savol, eng zo'r paxta qaysi? Doritos paxta. Doppa to'g'ri. Bizada g'olib aniqlandi, Nilufarani hisoblaymiz. Tabriklaymiz. Bizga kuzatishda davom etinglar, hali bundan ham qiziqli savol-javoblarimiz bo'lib o'tadi. Sizga rahmat, qaysi maktabda o'qiysiz?